Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Masa. Fatimasi yo'qib ketishdi birdaniga. Baramizda band. Yillar oxiri qishga ishlab ko'p. Kuninglar xayrli o'tsin. Bizlarni Koreyada odatimizga aylangan 8-yil yashayotgan bo'lsa, oxirgi 3 yil kofega shunaqangi o'rganib qolganmiz. O'zi ko'p ichish mumkin emas. Biza kuniga 1 stakan, uzoqqa 2 stakan. Kamida bir ichishimiz shart. Bu pitsu nima deydi? Majburiy. Latte ichamiz, shirin emas. O'zi O'zbekistonda yashaganimizdan adamdan o'rganganmiz. Otajonimiz, onamiz unchalik ko'p ichmasdilar. Otajonimiz har kuni ertalabdan ichardilar, shu bizani ham o'rganib qo'yganmiz. Odatimizga aylangan. Shapkalarni qaranglar. Anaqa yo'qshab qo'yamiz. Sig'dimi? Birda vatda. Mayli. Havozo'r. Bunaqa quvvat o'zi aylanishga ketish kerak. Biz o'qishga ketamiz. Nega tikedi? Voy. Shuna yuziga qayerda o'zi o'qishga ketayotganimizda nima qilmaydi? Teryoga solib ketamiz deb bilishadi. Hozir ham solib berishibdi. Lekin biz hozir ichib ketishimiz kerak. Bugun baxtli kun misol uchun. Kayfiyat zo'r. Kulinglar. Ana, kulinglar. Koreyan mevalarni ham yeb ko'ramiz. Biz yana Koreyada o'qishlar bo'yicha hozir metroda kelyotgandik, bitta ayolcha chiqdilar. Ayolcha deyish qaranglar. Bizani ko'rib shunaqangi xursand bo'lib ketdilar. Voy, to'rimizga o'tirib oldilar. Serdiechkalar qilib, bilasizlar, koreyslar qanaqa qarashadi. Hatto bunaqa qarashadi, bunaqa qilib beradilar. Hamma odam qarab turibdi hamma. Qaysi davlatdan keldinglar? Filippin? Malayziya? Arab deydi. Bunday qarab yo'q. Hattan deydi. O'zbekiston voy. O'zi O'zbekiston ayollari juda ham chiroyli deb eshitganman deydilar. To'g'ri. Bizning o'zbeklarimiz tabiiy go'zal. Bundan keyin hayron qoldirgan narsa bunda emas. Shunaqangi ajoyib video olmoqchi bo'ldik, lekin mumkin emas Koreyada. Osiyoda sразу shingo qivarishadi. Stilida arz qilishadi. Ko'pchilik uyalsa, lekin shunaqangi insonlar bor. Uyalmasdan so'rab, gaplashib, butun metroda ichida, shu vagonning ichida odamlar qarab kino ko'rishdi, kino bo'ldi. O'zi 40 minutlik yo'limiz edi. Почти yarim soatni mana shunaqa qilib bittada o'tib ketib qoldi. Hozir qanaqa qilib kelib qolganimizni ham bilmaymiz. Пересадка ajoyib. Koreyada juda ham metrolari to'xtab nima Aralash qiyin emas u, qattiqlari. Ko'p yurish kerak, zinalari uzun. Metroning ichida ham ovqatlar sotishadimi, kiyim do'konlari bormi? Qo'lim orada bor. O'chirdik.